Size prosta ta'riflashni keragi yo'q. Har yili yangilangan model. Agar esingizda bo'lsa, shu modelda oddiysini Conor McGregor minib xatarlarni aytib bergan. Aynan bu modelimiz eng full pozitsiya elektronika bo'ladi. Ko'rgan odamni 100% o'ziga e'tiborini jalb qiladi. Elektrda 5 ta skorosti bor, pedalda esa 5 ta skorosti bor. Xullas bu qisqa qilib aytganda gibrid. Bu qaranglar, ko'jalik Dina tumsoqni terisidan qilinganmi, Allohu bilan bilmayman. Xullas, egartari amortizatorlari bor, natashqamida eslatmalari bor. Unsa gina bilib yurishni haydasa bo'ladi degan eslatmalari. Xo'p, undan tashqari Yevropa pechatlari ham bor. Mana o'zini mana shuchali Yevropa pechatlari bor. Undan tashqari komplektda hamma narsasi chiqadi. Alyumin pedallarda bu yerdan zaryadlanadigan joylari bor o'zini. Xo'p, mana 5 ta skorostda 4, mana 3, 2, 1 metr narxda bo'ladi. Ezib tursa oldi fonar yonadi. Mana fonarlari ham mashina bichini. Undan tashqari o'qlari bitta anaqa bilan bo'shaydi. Amortizatorlari ham mana bu yerda ikkitadan vilka bo'ladi. Eng full pozitsiya. Buni narxini aytib o'tarmaymiz, chunki narxini buni oladigan odamlarga narx muhim emas. Aloqaga chiqarasizlar, bitta tikoda puli garotchi. Qanaqa tikoda puli. Narxini olma atrofda kim qo'ysa o'shandan arzon qilib beraveramiz. Undan keyin yaqinroq olib keling, tomli modellarimiz. Velosipedlar ko'rsataveraylik, keling. Velosipedda mana O'zbekistonda yagona bo'lgan modellar. Mana bunaqangi modellardan bor mana. Bugun yig'ildi. Masla. Eng oldi modellardan. Xo'p, undan tashqari birinchida turgan F1 modelimiz. Oldi orqa oporniy tormozlar jitqisli bo'ladi. Fosforli 27 balon bo'ladi. Orqasida 7 ta charxi bor, elektrda 5 ta skorosti bor. Oldi orqa pavorotniklari bor, orqa pavorotniklari bor. Narxlardan yumshoq narx chiqarib beramiz. Bu modellarimiz keldi, hozir yangilik. Endi bu modellarimiz keldi. Ikkita akkumulyatorli modellarimiz bilan keldi. Keyin asbestlarimiz bor. Keyin balularimiz $450 ular modellar 3 milliondan, ular $350. Har xil modellarimiz bor. Eng oxirgi olib kelgan narsam mana amerikanskiy maxluq. Buni qaranglar, eslatmalarni qaranglar. Word eslatma. 18 yoshdan katta bo'lish kerak deyapti. Korotchi, o'zidan ham bu qator tarjima qilib olasiz. Ha? Yo'q, unaqa. Musa. Xo'p, bu amortizatorni qarang, bitta kadrga amortizator maxluq bo'lyapti. Fosforli balon